Ana barliq kelib chiqishning simoli. Hamma narsa anadan apreydi buludu va anaga bog'langan holda yashaydi. Oxir yana anaga qaytidi. Demak, mavjudot anadan tug'iladi, anada yashaydi, anaga qaytidi. Ana mana bulqi. Ana olam. Ana bilim va tafakkurga saltanat bag'ishlaydigan muqaddas zimin. Ana hayotning keyingi halqalarini tuqqchi. Ana mehr muhabbat tuproqi yoki unsiz badal. Ana bo'lish buyuk bir ne'mat va tangdossiz bir sharafdir. Bunday sharafetga munosib bo'lg'uvchilar faqat onalik vazifalarini va ayollik xizmatlarini to'liq o'rindigandila sazovar bo'la oladi. Analar o'zlariga omonat qilingan bolalari hamda o'zlariga xos xizmatlarni qusursiz ado qilishlari lozim. Bal tarbiyasida har taraflamalik bilim va tajriba hosil qilishi zarur. Ona tarbiyasi g'ayriniyat va qo'pollik bilan emas, balki sabr toqat, mehribonlik, shafqat, sezgurlik bilan bilib berilishi kerak. Balani hargizmi tizginsiz hayvon kabi o'z holiga qo'yib etmaslik kerak. Balani qattiqlik bilan yumshoqlik orasida adolat bilan tarbiya qilish zarur. Ananing deganlariga jazo yoki tanbehdan qo'rqib emas, balki hurmatli homiysiga bo'lgan ishonch va sevgi sababidan itoat qilgan bola adolat bilan tarbiyalangan bola bo'ladi. Adolatli tarbiyaning sharti ota-onaga bo'lgan itoatini, itqodiga bo'lgan hurmatini, urug' tuqqan, yaqin yo'ruq, el-yurt, xalqini suyishni, cho'ng-kichiklar bilan yaxshi muomalada bo'lishni bolalarning qon qiniga suti bilan singdirish kerak. Buyuk bir zot. Har bir ayolning aqlini o'lchmoqchi bo'lsangiz, uning qo'l ostidagi bolalarga qarang degan ekan. Ta'lim bolalarga undoq bo'ling, bundoq bo'ling deb buyruq berish va yomonlikdan tuzish bilanla cheklanmaydi. U cho'nglarning harakatlari orqali yoshlarga dars berishdan iboratdir. Amaliyot orqali ta'sir ko'rsatish til bilan so'zlangan darslarga nisbatan ta'siri cho'nqurroq bo'ladi. Bir-birining hurmatini baja keltirmagan ota-onalarning bolalari hech kimni hurmat qilmaydi. Chunki ular bu yomon odatni o'z ota-onalaridan o'rgangan. Ma'rifatlik onalar aqida, e'tiqod, diyonatlik va taqvodor, insofli ayollar tarafidan tarbiyalangan bolalar go'zal xulq, g'ayratlik, to'g'ri fikrlik, sadoqatlik, oliy tabiatlik, turli xayrli ishlarga tayyorjon bo'ladi. Ana tarbiyasidan mahrum bo'lib qolgan odamlarning bolalari ko'pincha har turli buzuqliklarga moyil, foydasiz odam bo'ladi. Ularning olimlari chin olim bo'lmasdan tulkiga o'xshash hiylagar, riyokor, aldamchi, xushomadgo'y. Savdogarlar bo'lsa yolg'onchi, xiyonatkor. Boylari ochko'z, gadoylari takabbur, yolg'onga guvohlik berguchi. Shogirdlari hunarsiz, axloqsiz. Xotinlari ahmaq, idora qilg'il bo'lmaydigan. Cho'nglari shafqatsiz, kichiklari itoatsiz bo'ladi.